Bugun sizlar bilan Abiznorda joylashgan Aziya somsani bir ko'raylik. Qarshida Aziya somsa haqida bilarmidingiz? Bilmasangiz, men sizga ko'rsataman. Bu yerda somsalarning ikki xili mavjud ekan. Biri go'shtli, biri ismaloqli. Joylashuv nuqtasi hamma biladigan Vavilon oldida. Men o'zimga ikkita go'shtli, ikkita ismaloqli ayta qoldim. Ichkari salqinroq deb ichkariga joylasha qoldim. Ko'rib turganingizdek, ichkari shinamgina va jaydarcha. Ana endi somsani ta'mini ko'rishni boshlaymiz. Choysiz baribir ham bo'lmaydi-da. Bunisi ismaloqli, bunisi go'shtli. Birinchisini go'shtlidan boshladim. Go'shtlari dona-dona. Yeganingizda limonni ham ta'mi kelar ekan. O'zlarini fermentli souslari bilan somsa juda yaxshi ketadi. Uch sos bilan ham bir tatib ko'rdim. Ta'mi juda yaxshi. Endigi navbat ismaloqligi. Ismaloq somsa ishqibozlari juda yaxshi bilishadi. Xamirlari yumshoqqina, taglari qirsillab turibdi. Do'stlar bilan bir kelishli joyi ekan. Somsaning narxi go'shtligi 6000 so'm, ismaloqligi 3000 so'm. Kechqurun tashqarida stol-stollari yayratilar ekan. Ish vaqti esa 24 ga 7. Har doimgidek choyimni ichishimda omin qilib o'rnimdan turdim. Like va obuna esdan chiqmasin. Lokatsiya Telegram kanalida.